Ha, yana o'sha mavzu. Farzandim ko'p telefon o'ynayapti. Farzandimga telefon bilan bog'liq tarafi bormikan? Qanaqadir o'yinlar o'ynayapti, kechqurun uxlamayapti. Kechqurun uxlamagandan keyin albatta xavfsizlik bo'ladi, erta turg'iza olmayman degan savollar juda ham ko'p. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Bu video aynan sizlar uchun. Video ozgina uzoqroq davom etadi. Albatta 2x ga qo'ymasdan eshitsangiz sizlarga manfaatli bo'lgan ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilaman. Do'stlar, birinchi o'rinda farzandimiz telefon o'ynayotgan bo'lsa, aybdor kim? Uni telefon o'ynayotgani uchun kim aybdor degan savolga javob berishimiz kerak. Albatta bu savolga izohda javoblaringizni kutaman. Birinchi ayb muhitda. Muhit oilada. Ya'ni bilasizlar, sport zalga keladigan bola zalda 2 soat bo'ladi. Maktabga boradigan bola zalda 5 soat bo'ladi, primerno. Lekin uyda esa 12 soat bo'ladi. Bu ham primerno. Tabiiyki eng ko'p bo'ladigan joyi bolani, ya'ni yosh bolani uy. Ana shu uydagi holat har bitta stressiv holat, baxt holati albatta bolaga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Ya'ni bu holat, ya'ni telefon ko'p o'ynayotgan bolalarda asosiy holatda ota-onasi telefon ko'p o'ynaydi. Bu tanqid do'stlar. Juda ham ko'pchilik ota-onalar bilan gaplashganman, albatta mana shu mavzuga "Voy, sen kim bo'lib ketibsan, u bu" degan gaplarni yozadi. Yo'q do'stlar, bu haqiqat. Ana shuning uchun siz jahlingiz chiqyapti. Ana shuning uchun sizda qanaqadir nerv holati kelyapti, ya'ni asabiylashyapsiz. Shuning uchun do'stlar, birinchi o'rinda qiladigan ishingiz telefonni o'zingiz o'ynamang bolani ko'z o'ngida. Ya'ni telefondan siz qanaqadir kayfiyat, qanaqadir emotsional kuch olayotganingizni bola ko'rgandan keyin bola ham qilib ko'radi. Ana shu narsani iloji boricha oldini olishimiz kerak. Ya'ni farzandni oldida umuman telefon o'ynamaslik kerak. Ya'ni farzandga nima qildirmoqchisiz? Nimadan kuchli qilmoqchisiz? Ya'ni kitob o'qitmoqchimisiz? Uni oldida ko'proq kitob o'qing. Kitobdan qanaqadir emotsiya, ya'ni qanaqadir baxt olayotganingizni ko'rsating. Albatta farzandingiz ham ana shu holatga tushadi. Faqatgina ozgina vaqt kerak. Bunga tizim kerak. Ya'ni har bitta harakatda, har bitta holatni to'g'rilayotganda bitta tizim yaratasiz. Tizim bo'lmasa, u harakat bo'lmaydi. Ya'ni nolga teng bo'ladi. Albatta tizim holatida, ya'ni vaqt bilan belgilaysiz yoki kunlar bilan belgilaysiz yoki farzandingiz natijasi bilan belgilaysiz. Ana shu holatda sizda qanaqadir o'sishi, rivojlanishi yoki pasayishingizni qiladigan imtihon bo'ladi. Qaysidir ma'noda 15 kun ichida faqat to'xtamasdan farzandim bilan kitob bilan shug'ullanaman. 15-kuni farzandimni shu holatda o'zim kuzataman, ya'ni samostoятельный holda degan holatiga tizim bo'ladi. Har bitta harakatingizni oxirida natijakorligi bilib olish uchun maktabda choraklar bor, institut yoki universitetda semestrlar bor, imtihonlar bor, itogoviy imtihonlar bor. Xuddi shunaqa qilib siz ham imtihon yaratasiz. Ana shunda farzandingizni mana bu holati bilan переворот qilish mumkin, ya'ni kurashish mumkin. Aks holda juda ham noto'g'ri holatlarni keltirib chiqaradi. Fikrlar bo'lsa, albatta izohda qoldiring.